Bu dunyoda faqat ona farzandini 9 oy vujudida ko'tarib, o'limini bo'yniga olib dunyoga keltiradigan. Kechalari uxlamasdan oq suv berib, bor mehr muhabbatini baxshida aylab, farzandini baxti kamoli uchun bor umrini baxshida aylaydigan insonlar bu bizni onajonlarimiz hisoblanadi. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, onajonlarimizni taklif etamiz. Xudo xolamiz ham kelyaptilarmi? Marhamat. Nasiba onajonimiz hamda Xudo xolamizni davramizga, yonimizga taklif etamiz. Keling. Marhamat, tashrif buyurasiz. Bugungi fayziya oqshomimizni albatta chiroyli qilib tasvirga olayotgan Max Media studiyasining yigitlari chiroyli qilib tarixga bu kunni muhrlab qo'yyapti. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, kameraga qarab olamiz. Bugungi kechamizni chiroyli qilib fotosuratlarga va tarixlarga muhrlab qo'yishmoqda. Bugungi kecha xonadon ahliga to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring, Xudo xolasa yana yil xuddi shu paytda beshik to'ylarda diydorlashishlik deganlar. Bitta guldiroz qarsanglar bo'lsin endi. Marhamat. Ey yashanglar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Onajonlarimizdan endi tayyor bo'lsalar davramizga taklif etamiz. Ana undan oldin esa bugungi kechamizni maxsus sovg'alar bor. Bu Nasiba onajon jiyanlaringiz tomonidan kutilmagan sovg'alar bo'ladi. Davramizga taklif etamiz. Raym akamizni ham taklif etarkanmiz. Jiyanlar nomidan chiroyli sovg'alar bor, surpriz sovg'alar va albatta mana shu sovg'alarni kelin-kuyovlar va albatta jiyanlardan qabul qilasiz. To'ylar barchaga yana bir bora muborak bo'lsin. Marhamat. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam, dard cheksam bolam deb boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydan tashvishlardan, g'iybat tashvishlardan